Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa navbatdagi hammomimiz ko'rsatib o'taman. Mana shu ko'rinishda bo'ldi. Yoqsa like, yoqmasa dislike. Kanalimizda yangilar kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa sizlarga mana shunday hammomlarni yana ham boshqachalarini har xil holatdagilarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ko'rib turganinglardek bu xonamiz razdevalka bo'lgan. Dekor plastdan qilingan devorlarimiz va patologimiz mana shu holatda bo'lgan. 1.80 ga 1.80 razmerda bo'lgan. Pollarimiz matvi 60 ga 60 kafildan bosilgan. 80 talik aristonimiz. Ko'rib turibsizlar, mana tagida topli pol ko'ramiz. Tembachok deydi ayrimlar. Mana shunday bo'lgan. Hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, mana 60 ga 60 matvi kafel, patolog dekor plus, led lampalar qo'yilgan, vitechkalar qo'yilgan. Chiroyli holatda bo'lib turibdi mana. Sizlarga ichkarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ichkarilarimiz dekor plus emas, dekorativniy panel bo'lgan. Dekorativniy panellarimiz ko'rib turibsizlar, yaltirab bles berib ajoyib holatda turibdi. Dushovoy xonamiz bo'lib turibdi bu yerimiz. Dushovoy xona ko'rib turibsizlar mana. Dushovoy xonamiz uylari mana ajoyib holatda turibdi. 40 sm traplar o'rnatilgan. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 1.80 ga 1.30 razmerda bo'lgan. Vitechkalar o'rnatilgan bo'lgan. Chiroyli holatda turibdi mana. Qo'ldan kelgancha bari sharoitlar qilingan. Bu yer ham xuddi shunday 60 ga 60 kafellardan. Matvi, sirpanmaydi. Tahoratxona ham dushovoyning ichida bo'ldi. Tahorat oladigan joyimiz ham ajoyib holatda mana. Kanalimizda yangilar kanalimizga like bosib, videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib, xudo xolasa paddeshka qilib turasizlar. Bundan-da bir boshqacha bir obyektlarimizni, zamonaviy hammomlarimizni qo'ldan kelgancha avzorini qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Videomizni xato kamchiliklar uchun uzr so'rab qolamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.